Yana bu qo'qonlik kelin shuncha bolgarskiyni nima qilar ekan deb o'ylayapsizlarmi? Xavotir olmanglar, qish uchun g'amlashga emas, aynan mavsumida mazza qilib yeydigan issiq salatni tayyorlanishini ko'rsataman. Demak, ishimizda butun bolgarskiylarni yaxshilab yuvib, o'rtasini pichoq yordamida kesib olishdan boshlaymiz. Har birini ichiga yetarlicha tuz solib, yaxshilab silkitib olamiz. Bolgarskiylar tuz yeb turguncha bu yoqda qaylasini tayyorlaymiz. Qozonga yog' quyamiz, piyozlarni solib, rang kirguncha qovuramiz va po'sti archilgan pomidorlarimizni ham qo'shib, tuz sochamiz. Qaylamiz yetilib pishguncha alohida tovaga ko'proq yog' quyib, bolgarskiylarni ham qizartirib qovurib olamiz. Shu tariqa bolgarskiylarimizni har birini shu tarzda pishirib olamiz va pishganlarini alohida tovaga suzib olamiz. Ana endi bolgarskiy va qaylamizni birin-ketinlikda xuddi videoda ko'rsatilgandek taxlab olamiz. Bolgarskiylarni hammasini qayla bilan ustma-ust taxlagach, ustini strichlab oz muddatga xonada qoldiramiz. Wow, bundan chiqayotgan hidni ta'riflashga hojat yo'q. Shuning uchun sizlarga ham tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Ana endi buni yeyishni kichkina sirini aytaman. Shunchaki qasoq qusur pishgan buxankalarimizni olamiz, kesamiz, bolgarskiylarni qo'yamiz va ustidan salatimizdan chiqqan sachoklarni ham qo'yamiz va mazza qilib yeb olamiz. Ana endi meni kanalimga tez ulanib olinglar, hali bundan ham zo'r retseptlar oldinda. Like bosishni unutmanglar. Fikringizni esa izohlarda kutib qolaman. Hammaga yoqimli ishtaha. Agar yeginglar kelgan bo'lsa, qo'qonlik kelinim deb olmaliqqa kelaverasizlar.